Termiz shahridagi matbuot uyida prezident murojaatnomasida parlament nazoratini kuchaytirish hamda mahalliy vakillik organlari faoliyatini takomillashtirish masalalari mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tadbir demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi, Surxondaryo viloyati hududiy bo'linmasi hamda xalq deputatlari viloyat kengashi hamkorligida tashkil etildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Davra suhbatida xalq deputatlari, mahalliy kengashlari deputatlari, siyosiy partiyalarning viloyat va tuman kengashlari vakillari, jamoat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari, shuningdek faol fuqarolik jamiyati vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Xususan, parlament nazoratini institutsional jihatdan kuchaytirish, mahalliy kengashlar faoliyatida ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlash, deputatlik nazoratining ta'sirchanligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi davra suhbatimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 26 dekabrda Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasining asosiy mazmuni haqida to'xtalib o'tdik. Ushbu murojaatnoma shunchaki yillik hisobot emas, balki o'sha mamlakatni yaqin va o'rta muddatda rivojlantirishga qaratilgan aniq strategiyadir. Muhtaram Prezidentimiz bu gal faqat 2026 yil uchun emas, balki keyingi 5 yilga mo'ljallangan ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Bu esa davlat siyosati tizimli va uzoq muddatli rejalar asosida olib borilishini ko'rsatadi. Murojaatnomada parlament va mahalliy kengashlarning rolini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Parlament davlat byudjeti, moliyaviy qarorlar va hukumat faoliyati ustidan samarali nazorat qiluvchi asosiy institut sifatida belgilangan. Shu bilan birga mahalliy kengashlarni mustaqil va aholi manfaatlarini himoya qiluvchi haqiqiy vakillik organlariga aylantirish, davlat boshqaruvini raqamlashtirish orqali ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash asosiy vazifalardan biri etib belgilandi. Muhokamalar jarayonida murojaatnomada mahalliy vakillik organlarining davlat boshqaruvidagi o'rnini mustahkamlash, hokimiyat tarmoqlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, shuningdek, hokim va kengash raisi vakolatlarini ajratish islohotining ahamiyati ta'kidlandi. Ushbu islohot mahalliy kengashlarning nazorat vakolatlarini kengaytirish, deputatlarning ijro hokimiyati faoliyati ustidan samarali nazorat o'rnatishida muhim ahamiyat kasb etishi qayd etildi. Shuningdek, tadbirda Senat va mahalliy kengashlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, qonunlar ijrosi ustidan parlament nazoratini ta'minlash, siyosiy partiyalar fraksiyalarining mahalliy qarorlar sifatiga ta'siri, deputatlarning saylovchilar bilan ishlash madaniyatini yuksaltirish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Murojaatnomada 6 ta ustuvor yo'nalish qat'iy belgilandi va eng qizig'i mana shu ustuvor yo'nalishda deputatlik vakolatlari haqida qat'iy ustuvor vazifalar belgilandi. Bu borada murojaatnomaning 6 ustuvor yo'nalishida o'sha belgilangan chora-tadbirlarda albatta deputatlik nazorati degan tushuncha qayd etildi. Yig'ilishimizda aynan deputatlik nazorati, uning xalq hayotidagi o'rni va albatta parlamentda xalqning dardini eshitadigan deputatlarning amaldagi ishlari ham bir qayta yana tahlil qilindi va ularga belgilangan chora-tadbirlar murojaatnomada qayd etilgan O'zbekiston 2030 strategiyasining loyihasida deputatlarning ishtiroki borasida ham fikrlar almashildi. Davra suhbati yakunida prezident murojaatnomasida belgilangan vazifalarni hududiy darajada samarali amalga oshirish, mahalliy vakillik organlari faoliyatida tashabbuskorlik va mas'uliyatni kuchaytirish, parlament hamda deputatlik nazorati mexanizmlarini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ilgari surildi.